2026-yil litsenziyalangan firmadan Umra safariga borish narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun Xudo xolasa bugun yana Hikmat Travel ofisiga yetib kelganmiz. Abdug'offor aka oldilariga sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Bizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yganlarga birinchilardan bo'lib videolarimiz chiqadi. Sizlar ham yangi bo'lsalaring, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, birinchilardan bo'lib Xudo xolasa yangiliklarimizni ko'rib borishlaring mumkin bo'ladi. Qo'ldan kelgancha har kuni sizlarga yangi ma'lumotlar chiqarib borishga harakat qilyapmiz. Sizlar bizni qo'llab-quvvatlab, poddesh qilib tursalar, Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Abdug'offor aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka bizga obuna bo'lib, like'larni bosib qo'yganlarga birinchilardan bo'lib videomiz ko'rinadi. Agar bizga obuna bo'lmaganlar bo'ladigan bo'lsa, yana obuna bo'lib qo'yishsa, keyingi videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borishga harakat qilishadi aka. Xudo xolasa. O'sha haqiqatda uka aytib beraylik. Masalan, har kuni video qo'yyapmiz, Xudo xolasa. Hikmat Travelda qanaqa yangilik bo'lsa, Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha qo'yib boryapmiz. Bu kanalimiz sizlarga chiqib qolgan bo'lsa, aniq podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa nimaga aytsalaring, bu manfaatli bo'ladi. Umraga boraman deganlar, qanaqa yangiliklar bor desiz, biz kanalimizga kirsangiz, o'sha kungi yangilikni ko'raverasiz Xudo xolasa. Iloji boricha har kuni video qo'yapmiz. Mehnatimizni qadrlagan holatda bitta like'larni bosib, podpisatsiya bo'lib, umraga boraman degan tanishlaringga jo'natib qo'yib, Xudo xolasa birgalikda o'samiz inshaalloh. Xudo xolasa. Endi aka mana qachonga reyslar bor, narxlarimiz qanaqa bo'lyapti, sharoitlar qanaqa, bitta tushuntirib bersangiz aka obunachilar uchun. Xo'p bo'ladi. Reyslarimiz Toshkentdan Toshkent-Jidda yo'nalishi bo'yicha 1-3 avgust kunlari reyslarimiz bor. Toshkent-Jidda bo'ladi, Xudo xolasa. Xo'p, 5-6 avgust kunlari Toshkent-Madina reyslarimiz bor. Ularning ikkosining ham narxi bir xil, $895 qilib beramiz, Xudo xolasa. $895 ga Toshkent-Jidda, Toshkent-Madina. Xo'p, Vodiydan boraman deydigan obunachilarimiz uchun Namangandan reyslarimiz bor. Buni narxini $965 qilib beramiz. $965 ga Namangan, Vodiydan ketishlari mumkin, Madinaga uchadi. Jiddaga emas. Yo'q, Madina bo'ladi. Madinaga bo'ladi. Endi aka, xo'p, qachonga reyslar borligini aytib o'tdik, narxlarni aytib o'tdik. Endi ko'pchilik to'lov masalalariga o'ylanadi aka. Onlayn ham to'lov qilsak bo'ladimi, offlayn to'lov qilsak bo'ladimi deganlar uchun bitta tushuntirib bersiz aka. Xo'p bo'ladi. Xo'p, xohlasalaring ofislarimizga kelib to'lovlarni qilib joylang bron qilsalaring bo'ladi. Xohlasalaring onlayn joylang bron qilsalaring ham bo'laveradi. Ofislarimiz manzillari respublikamiz bo'yicha 3 ta joyda ofislarimiz bor, 3 ta viloyatda. Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Bizga uzunlik qiladi deydiganlar uchun mana shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqinglar. Meni ismim Abdug'offor. O'zim telefonni ko'taraman, Xudo xolasa. Aloqaga chiqib, pasportlaringni tashlab bersalaring, joylarni bron qilib qo'yamiz. Aeroportga borganda hisob-kitob qilinadi bemalol. Zo'r, o'zlariga qulay bo'lganda, Xudo xolasa naqd qilsa bo'lar, to'lovlarni to'lasa bo'lar ekanda. Xo'p, endi zo'r aka, sharoitlarni aytib bersangiz. Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200-300 metr gastinisalarimiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi gastinitsamiz bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushasizlar, Xudo xolasa. Undan tashqari, Madina Munavvarada ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, undan tashqari 50 boshimiz iloji boricha billa borib, billa kelishadi aeroportdan. Undan tashqari firma tomonidan kamsiz so'mka bejik beriladi va qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi, Xudo xolasa. Zo'r, gap yo'q, Xudo xolasa. Mana sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlar olib berishga harakat qildik. Videomiz yoqqan bo'lsa, aytib o'tganimizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, birinchilardan biri kuzatib borishlaring mumkin bo'ladi. Bu videoda Umra safariga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'yaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar azizlar.